universitetimiz haqida, imtihoni haqida qisqacha fikringiz? Menga juda ham yoqdi. Ayniqsa ota-onalarga bunday ko'rsatib sharoitlari. Xursand bo'ldik. Mani vpечатленияlarim yaxshi. Mana ota-onalarga bolalarni qanaqa imtihon topshirish sharoitlarini ko'rsatib qo'yibsizlar. Hali ichlarni aylanib chiqqanim yo'q. Fikrim ijobiy. Hamma narsa juda chiroyli tashkillashtirilgan. Bitta volontyorlar ham o'zining vazifasini vijdonan bajarishyapti. Juda samimiy. Boshqa joylarda qog'oz orqali topshiradi, bu yoqda kompyuter orqali onlayn ham topshirish mumkin. Menga juda ham yoqdi masalan.